Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu mavzu yuzasidan minglab insonlar ogohlantirilishi kerak. Ko'pchiligingiz bilmagan holda katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lib qolayotganingizni bilasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Aynan siz ham shunday to'lovlardan bexabar qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa farzandli oilalar, yolg'iz onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va nafaqaxo'rlar uchun o'ta muhim. Shuni aniq aytishim mumkinki, agar siz bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilmasangiz, moliyaviy imkoniyatlaringizni boy berishingiz ehtimoli juda yuqori. Odatda ko'pchilik bu kabi to'lovlar avtomatik ravishda tayinlanadi deb o'ylaydi. Ammo afsuski, bu noto'g'ri tushuncha. Bugungi kunda qabul qilingan yangi tartiblarga ko'ra, sizga tegishli qabul qilingan tegishli bo'lgan qo'shimcha aksariyati uchun shaxsan ariza bilan murojaat qilishingiz shart, agar murojaat shunchaki olmaysiz. Bu holatda davlat sizga pul berishni xohlamayapti deb o'ylash mutlaqo xato. Aksincha, davlat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga intilmoqda, ammo buning uchun sizdan faol ishtirok talab qilinadi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki men sizga har bir bosqichni tushuntirib beraman. Hoziroq kanalga obuna bo'lish tugmasini bosing, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, toki keyingi muhim videolarimizni o'tkazib yubormang va albatta bu videoga like bosishni unutmang. Bu siz uchun kichik bir harakat, ammo men uchun katta motivatsiya, toki sizga yanada foydali ma'lumotlarni yetkazib bera olsam. Demak, boshladik. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, keling, avvalo vaziyatga chuqurroq nazar tashlaylik. Yaqin o'tmishda ijtimoiy himoya tizimimizda ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki moddiy yordam turlari ko'pincha nisbatan soddalashtirilgan tartibda tayinlanar edi. Ba'zi hollarda mahallalar orqali yordamga muhtoj oilalar ro'yxatlari shakllantirilar. Ayrim to'lovlar esa, agar siz ma'lum bir toifaga kiruvchi fuqaro bo'lsangiz, masalan, kam ta'minlangan oila a'zosi, ko'p bolali ona, pensioner, avtomatik ravishda uzaytirilishi yoki tayinlanishi mumkin edi. Odamlar o'zlarini davlatning e'tiborida deb his qilishar. Ko'pincha barcha kerakli ma'lumotlar davlat organlarida mavjud deb o'ylashar edi. Bu ba'zi afzalliklarga ega bo'lsa-da, masalan, byurokratiyaning kamayishi boshqa tomondan bir qator kamchiliklarni keltirib chiqardi. Masalan, ba'zan yordamga chinakam muhtoj bo'lmagan shaxslar ham uni olishga muvaffaq bo'lishardi. Ayrim hollarda esa haqiqiy ehtiyojmandlar to'lovlardan bexabar qolib ketardi. Ro'yxatlarning eskirishi, ma'lumotlarning yangilanmasligi kabi muammolar ham mavjud edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, shaffofligini oshirish va yordamni aynan ehtiyojmandlarga manzilli tarzda yetkazish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endilikda ko'plab yangi turdagi ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam va qo'shimcha to'lovlar, hatto ilgari avtomatik bo'lgan ayrim imtiyozlar ham faqatgina fuqaroning shaxsan ariza bilan murojaat qilishi asosida tayinlanmoqda. Bu degani, agar siz ma'lum bir toifaga kirsangiz ham, davlat sizga avtomatik tarzda pul o'tkazib yubormaydi. Siz tegishli organga belgilangan tartibda arz topshirishingiz, o'z ehtiyojingizni va muvofiqligingizni isbotlashingiz shart. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlash, firibgarlik holatlarining oldini olish va har bir so'mning o'z egasiga yetib borishini kafolatlash maqsadida bu yangi tartib joriy etildi. Endi men bilmasdim yoki meni hech kim ogohlantirmadi kabi uzrlar o'tmaydi. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalanish uchun faol bo'lishi lozim. Bu kabi o'zgarishlar asosan quyidagi yo'nalishlarda kuzatilmoqda. 1. Bolali oilalarga beriladigan nafaqalar va moddiy yordam. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ajratiladigan qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar. Yolg'iz onalar va boquvchisini yo'qotgan oilalarga ko'rsatiladigan yordam. 4. Kam ta'minlangan oilalarga qaratilgan ijtimoiy himoya choralari. 5. Ayrim hollarda nafaqaxo'rlarga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha. Bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Asosiy xulosa shuki, endi avtomatik tayinlanadigan to'lovlar soni sezilarli darajada kamaygan. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanish uchun o'z vaqtida harakat qilishingiz kerak. Asosiy qism 1.
Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, bu masalani yanada batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar aynan e'tiborli bo'lishi kerak va kimlarning tashvishlanishiga hojat yo'q. Avvalo, kimlar tashvislanishi kerak? Barcha fuqarolar, ayniqsa quyidagi toifalarga kiruvchi shaxslar juda e'tiborli bo'lishlari lozim. Bolali oilalar, agar sizda bundaqa yoshga to'lmagan farzandlaringiz bo'lsa, hatto avvalroq moddiy yordam olib kelgan bo'lsangiz ham, yangi tartiblarga ko'ra sizga qo'shimcha to'lovlar yoki boshqa turdagi yordamlar tayinlanishi mumkin. Ammo buning uchun siz shaxsan ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Masalan, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki temir daftarga kiritilgan oilalarga beriladigan yordamlar ham shular jumlasidan. Ba'zi hollarda avvalgi moddiy yordam tugagan bo'lsa, uni uzaytirish uchun ham yangidan ariza yozish kerak bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalar, agar sizning oilangiz oylik daromadi aholi jon boshiga hisoblangan eng kam iste'mol xarajatlardan past bo'lsa, sizga moddiy yordam yoki bola puli tayinlanishi mumkin. Bu nafaqalar ham hozirda ariza asosida beriladi va uning miqdori va tayinlash muddatlari qat'iy belgilangan. Nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqalardan tashqari ba'zi qo'shimcha imtiyozlar va yordamlar, masalan, reabilitatsiya vositalarini olish, uy-joy sharoitini yaxshilashda ko'mak, transport xarajatlarini qoplash kabi ajratilishi mumkin. Bu imtiyozlarning aksariyati ham tegishli ariza va hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Avvalroq avtomatik bo'lgan ayrim imtiyozlar ham endilikda ariza talab qilishi mumkin. Yolg'iz onalar va boquvchisini yo'qotgan oilalar, bu toifadagi oilalarga ko'rsatiladigan moddiy va ijtimoiy yordamlar ham aniq bir mexanizm asosida ariza orqali amalga oshiriladi. Farzandlarning ta'lim xarajatlarini qoplashda yordam, uy-joy ijarasi uchun kompensatsiya kabi imtiyozlar shular jumlasidan. Kimlar tashvislanishi shart emas. Agar siz faqatgina davlat pensiyasi yoki belgilangan doimiy nafaqani, masalan, yoshga doir nafaqa, mehnatga layoqatsizlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz va sizga qo'shimcha ravishda hech qanday ijtimoiy himoya dasturlari bo'yicha maxsus to'lovlar tayinlanmagan bo'lsa, bu video siz uchun faqat ma'lumot beruvchi xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni siz odatdagi pensiyangizni olishda davom etaverasiz. Biroq agar siz pensiya olayotgan bo'lsangizda, yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga, masalan, farzandlari bo'lgan nafaqaxo'r ona, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'r mansub bo'lsangiz, demak, siz ham tashvishlanishingiz va qo'shimcha to'lovlarni tekshirishingiz kerak. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, kam ta'minlangan ko'p bolali oila tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi Madina opa. Uning turmush o'rtog'i ishsiz, o'zi esa maktabda farrosh bo'lib ishlaydi va oylik maoshi 1.800.000 so'm. Ularning 3 nafar farzandi bor. Ularning yoshlari 5 kesich va inigida. Avval Madina opa 2020-yilgacha mahalladan bola puli olib kelardi. Ammo 2022 yilda bu yordam to'xtatilgan va unga hech kim buning sababini aniq tushuntirmagan. U buni bo'ldi, endi berishmaydi deb qabul qilgan. Vaziyat: Madina opaning oilasi bugungi kunda ham kam ta'minlangan hisoblanadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 1.800.000 so'm, 5 kishi 360.000 so'm. Bu esa O'zbekistonda belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari taxminan 120.000 so'm atrofidadan ancha past. Yechim: Madina opa o'zining hududiy davlat ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki may.gov uz portali orqali moddiy yordam va bola puli olish uchun ariza bilan murojaat qilish shart. Agar u o'z vaqtida ariza topshirganida har bir bolasi uchun oyga taxminan 2.000 so'mdan 305.000 so'mgacha bo'lgan bola puli, umumiy 3 bolasi uchun 700.000 so'mdan 975.000 so'mgacha hamda oylik moddiy yordam sifatida qo'shimcha EBS kattavrming so'mdan 1.000.000 so'mgacha mablag' olishi mumkin edi. Bir yilda esa bu 9 million so'mdan 25 million so'mgacha bo'lgan summani tashkil qiladi. U faqatgina bilmagani uchun bu pullarni olmayapti. Ikki misol: nogironligi bo'lgan shaxs va uning qaramog'idagi oila a'zosi Qashqadaryoda yashovchi birinchi guruh nogironligi bo'lgan 10 yoshli Odil aka o'zining nogironlik nafaqasini oladi. Masalan, 1.200.000 so'm. Uning turmush o'rtog'i ham surunkali kasalligi tufayli ishlay olmaydi. Odil aka avvalroq reabilitatsiya vositalari, masalan, nogironlik aravachasi olish uchun navbatda turgan edi, ammo oxirgi 3 yilda bu haqda eshitmadi. Vaziyat: Odil aka nafaqa olsa-da, unga birinchi guruh nogiron sifatida qo'shimcha imtiyozlar va yordamlar tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya, dori
darmonlar imtiyozli olish yoki reabilitatsiya vositalarini yangilash. Yechim. Odil aka ham shaxsan davlat ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishi, o'zining ahvolini va ehtiyojlarini bayon etishi lozim. Uning xotiniga ham qaramog'idagi shaxs sifatida ayrim imtiyozlar taalluqli bo'lishi mumkin. Agar u ariza bilan murojaat qilsa, har oy kommunal to'lovlaridan taxminan may esidan 1000 so'm to'lov kompensatsiyasini olishi, har 2 yilda bir marta yangi nogironlik aravachasi bilan ta'minlanishi, shuningdek shifokor tavsiyasiga ko'ra ba'zi dori-darmonlarni bepul olishi mumkin. Bu ham bir yilda millionlab so'm tejash degani. 3 misol yolg'iz ona va talaba farzand Farg'onada yashovchi Laylo opa yolg'iz ona turmush o'rtog'i vafot etgan. Uning 20 yoshli qizi bor. U kollejda shartnoma asosida o'qiydi. Laylo opa tikuvchilik sexida ishlaydi. Maoshi 2 million so'm atrofida. U avvalroq boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olgan, ammo qizi 10 yoshga to'lgandan keyin bu to'lov to'xtatilgan. Vaziyat ko'pchilik boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi faqat 18 yoshgacha beriladi deb o'ylaydi. Ammo agar farzand kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan bo'lsa, bu nafaqa 23 yoshgacha berilishi mumkin. Shuningdek, oilaning daromadi hisobga olinganda Laylo opaga boshqa moddiy yordam turlari ham tegishli bo'lishi mumkin. Yechim. Laylo opa zudlik bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, qizi uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini uzaytirishni so'rab ariza berish kerak. Uning oilasi ham ta'minlangan toifasiga kirishi mumkinligi sababli davlat ijtimoiy xizmatlar markaziga moddiy yordam olish uchun ariza topshirishi lozim. Agar u murojaat qilsa, qizi 23 yoshga to'lguncha har oy 600 ming so'mdan 770 ming so'mgacha boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olish mumkin edi. Bu esa har yili 7-9 million so'm degani. Qo'shimcha moddiy yordam ham bunga qo'shilsa, ancha katta miqdor bo'ladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan ajratilgan imkoniyatlardan foydalanish uchun fuqaroning o'zi faol bo'lishi shart. Ariza bermasdan turib, hech qanday qo'shimcha to'lovni kutmasligingiz kerak. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Endi esa ushbu jarayonda uchraydigan istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zan noaniq bo'lib tuyuladigan nuanslar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar siz o'rtacha vaqt yo'qotmaslikka va xatolarga yo'l qo'ymaslikka yordam beradi. Murojaat qilish muddati. Ko'pgina ijtimoiy nafaqalar va yordamlar uchun murojaat qilish muddati mavjud. Masalan, bola puli yoki moddiy yordam uchun ariza topshirilgandan keyin, agar u tasdiqlansa, to'lovlar odatda ariza topshirilgan oydan boshlab tayinlanadi. Ba'zi hollarda oldingi oylar uchun to'lovlar qayta hisoblanishi mumkin, ammo bu har doim ham shunday bo'lmaydi va asosan 6 oydan ortiq muddatga cho'zilmaydi. Agar siz o'z vaqtida murojaat qilmasangiz, o'tgan oylarning to'lovlarini bo'y berishingiz mumkin. Bu degani, masalan, siz o'tgan 8 oy davomida to'lovga haqli bo'lgan bo'lsangizda, faqat bugun ariza topshirsangiz, sizga ko'pi bilan oxirgi 6 oy uchun to'lovlar hisoblanishi mumkin. Qolgan 2 oy esa siz uchun yo'qotilgan hisoblanadi. Bu juda muhim nuans ki, ma'lumotlarning yangilanishi. Ba'zi fuqarolar avvalroq biror turdagi yordam olib kelgan bo'lsalar, ular haqidagi ma'lumotlar davlat organlarida mavjud deb o'ylashadi. Biroq sizning oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz yoki qaramog'ingizdagi shaxslar soni o'zgarganda, bu haqda tegishli organlarga xabar berishingiz va hujjatlarni yangilashingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri hisoblangan to'lovlar ortiqcha to'langan bo'lib chiqqan taqdirda ularni qaytarishingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, oila daromadlari sezilarli darajada oshgan bo'lsa, siz endi kam ta'minlanganlik mezonlariga mos kelmasligingiz mumkin. Ammo agar siz bu haqda xabar bermasangiz, bola puli olishda davom etaverasiz. Keyinchalik bu holat aniqlansa, ortiqcha olingan mablag'larni sud orqali qaytarishingiz talab qilinadi. Bu nafaqat moliyaviy muammolarga, balki ma'muriy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. 3. Onlayn va offlayn murojaatlar o'rtasidagi farqlar. Hozirgi kunda ko'plab ijtimoiy xizmatlar mypodcop.gov uz portali orqali onlayn tarzda ko'rsatiladi. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. Biroq ba'zi hollarda, ayniqsa murakkabroq vaziyatlarda yoki tizimda texnik nosozliklar yuzaga kelganda, shaxsan davlat ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlariga DXM borib murojaat qilish afzalroq bo'lishi mumkin. Onlayn ariza berishda hujjatlarni skanerlash yoki suratga olishda xatoliklarga yo'l qo'yilsa, arizani ko'rib chiqish kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Shaxsan murojaat qilganda esa xodim hujjatlarni joyida tekshirib, kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.
4. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari va boshqa dasturlar. Bu dasturlar orqali beriladigan yordamlar ham aksariyat hollarda ariza asosida amalga oshiriladi. Ko'pchilik ushbu daftarlarga kiritilgan bo'lsa, yordam avtomatik ravishda keladi deb o'ylaydi. Ammo bu noto'g'ri. Dastavval daftar ro'yxatiga kiritilishingiz uchun ham ariza kerak. Keyin esa daftarga kiritilganingizdan so'ng sizga turli xil yordam turlari, masalan, moddiy yordam, kasbga o'qitish kurslari, subsidiya taklif qilinadi va ularning har biri uchun alohida ariza va hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, ayollar daftariga kiritilgan ayol tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lsa, unga subsidiya ajratish uchun yana alohida ariza, biznes reja va boshqa hujjatlar talab qilinadi. Shunchaki daftar ro'yxatida bo'lish pul avtomatik ravishda tushib keladi degani emas. 5. Mahalla faollari va ularning roli. Mahallalar ijtimoiy himoya tizimining muhim bo'g'ini bo'lib qolmoqda. Ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirishda, masalan, oilaviy ahvol to'g'risida ma'lumotnoma, mahalla vakillarining imzosi va muhri talab qilinadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, mahalla faollari sizning nomingizdan to'lovlar uchun ariza topshira olmaydi. Ular faqat sizga maslahat berishi, hujjatlarni yig'ishda yordam berishi yoki tegishli tashkilotga yo'naltirishi mumkin. Sizning shaxsan o'zingiz ariza berishingiz shart. Shuningdek, ba'zi hollarda mahalla komissiyalari oilaning moddiy ahvolini o'rganish uchun uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazishi mumkin. Bu ham ariza asosida amalga oshiriladigan jarayonning bir qismi hisoblanadi. 6. Tizimda xatolar va inson omili. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, ijtimoiy himoya tizimida ham ba'zan texnik nosozliklar yoki inson omili bilan bog'liq xatolar uchraydi. Masalan, siz barcha hujjatlarni to'g'ri topshirgansiz, ammo arizangizni ko'rib chiqish muddati o'tib ketgan yoki rad javobi kelgan. Bunday hollarda sababini aniqlash va tegishli choralar ko'rish uchun yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi boshqarmasiga murojaat qilishdan tortinmang. Asosiysi o'zingizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun faol bo'lish. Xulosa qilib aytganda, qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlarni olish jarayoni avtomatik tarzda emas, balki aniq belgilangan tartib-qoidalarga muvofiq ariza asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda shaffoflik va adolatni ta'minlash maqsad qilingan. Shuning uchun har bir fuqaro o'zini o'zi himoya qilishda faol ishtirok etishi lozim. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar yig'ish kerak va nimani yozish kerak? 1. O'z huquqlaringizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingiz yoki oilangiz qaysi toifalarga kirishingizni aniqlang. Kam ta'minlanganmisiz? Bolali oilamisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Yolg'iz onamisiz? Boquvchisini yo'qotganmisiz? O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. Ishonchli manba. Lavlarish Tonkuftus. U yerda turli ijtimoiy yordam turlari, ularni olish shartlari va zarur hujjatlar ro'yxati haqida batafsil ma'lumot topishingiz mumkin. Shuningdek, hukumatning qarorlari va prezident farmonlarini Lexus portalida ham ko'rib chiqing, chunki ijtimoiy himoya sohasidagi qonunchilik tez-tez yangilanib turadi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Ijtimoiy yordam yoki nafaqa turiga qarab hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin, ammo asosan quyidagilar talab qilinadi. Ariza bu eng muhim hujjat. Uni my.tonkabgub.uz portali orqali onlayn to'ldirishingiz yoki Davlat xizmatlari markazi DXM yoki Davlat ijtimoiy xizmatlar markazida DSHM bepul blankasini olib qo'lda yozishingiz mumkin. Arizada o'z ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz va qaysi yordam turiga ehtiyojingiz borligini aniq ko'rsatishingiz lozim. Pasport nusxasi. Arizachi va uning oila a'zolarining pasportlari nusxalari. Tug'ilish haqida guvohnoma nusxasi bolalar uchun agar mavjud bo'lsa. Nikoh yoki nikohni bekor qilish haqida guvohnoma nusxasi. Oilaviy holatni tasdiqlash uchun. Oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma mahalladan olinadi. Ba'zi hollarda bu ma'lumot avtomatik tarzda tizimdan olinishi mumkin. Ammo agar sizda shubha bo'lsa, baribir oling. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma oxirgi 2 oy davomidagi barcha oila a'zolarining daromadlari, ish haqi, nafaqa, stipendiya va boshqalar haqida ish joyidan yoki pensiya jamg'armasidan olinadi. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma. Uy joyga egalik huquqi to'g'risida ma'lumotnoma, kadastr hujjati nusxasi, ba'zi yordam turlari uchun talab qilinishi mumkin. Nogironlik to'g'risida ma'lumotnoma, TMG xulosasi,
nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Vafot etganlik haqida guvohnoma nusxasi boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun. O'quv yurtidan ma'lumotnoma. Agar farzandingiz kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini uzaytirishda. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM eng universal va qulay variant. Ko'pgina ijtimoiy nafaqalar va yordamlar uchun arizalarni qabul qiladi. U yerda sizga hujjatlarni to'g'ri to'ldirishda yordam berishadi. MyPOK.uz portali agar sizda elektron imzo uyingizdan chiqmasdan turib onlayn tarzda ariza topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor usul. Elektron ariza berishda har bir qadam aniq ko'rsatilgan. Hududiy davlat ijtimoiy xizmatlar markazlari DISHM. Ushbu markazlar ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'linmalari bo'lib, ular bevosita ijtimoiy yordam masalalari bilan shug'ullanadi. Agar vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki qo'shimcha maslahat olishni istasangiz, ularga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari agar sizning masalangiz bevosita pensiya yoki nafaqalar masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik nafaqasi bilan bog'liq bo'lsa, ularga murojaat qilishingiz kerak. 4. Arizani qanday yozish kerak? Agar qo'lda yozsangiz yoki blankani to'ldirsangiz. Ariza blankasini to'ldirishda yoki erkin shaklda yozishda aniq va tushunarli bo'ling. Kimga murojaat qilayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani DXM boshlig'iga o'zingizning to'liq FIS yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va pasport ma'lumotlaringizni kiriting. Qaysi turdagi ijtimoiy yordamni so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, bola puli moddiy yordam, boquvchisini yo'qotgan nafaqasini uzaytirish. Nima uchun bu yordamga muhtoj ekanligingizni qisqacha bayon eting. Masalan, oila kam ta'minlangan, daromadlarimiz yetarli emas, birinchi guruh nogironiman, farzandim talaba, oila boquvchisiz qolgan, arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini sanab o'ting. Ariza yozilgan sanani va imzoingizni qo'ying. Har doim arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring va qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp yoki imzoning nusxasi qo'yishni so'rang. Bu kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradi. 5. Sabrli bo'ling va jarayonni kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatini aniqlab oling. Odatda 15 kundan 30 kungacha. MyPOK.uz orqali ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangizning holatini onlayn kuzatishingiz mumkin. Agar muddat o'tib ketsa va javob kelmasa, tegishli organga telefon qiling yoki shaxsan murojaat qiling. Unutmang, davlat sizning orqangizdan yugurib, mana sizga pul demaydi. Ammo siz so'rasangiz va shartlarga mos kelsangiz, u albatta yordam beradi. Bu sizning huquqingiz. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz tomoshabinlar, bugungi video siz uchun juda foydali va amaliy bo'ldi degan umiddaman. Biz sizga qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordam turlari, ularni olish uchun ariza bilan murojaat qilishning mutlaqo zarurligi, oldingi va hozirgi tartiblar o'rtasidagi farqlar, kimlar tashvishlanishi kerakligi, amaliy misollar, shuningdek e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va aniq ko'rsatmalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Shuni yana bir bor ta'kidlaymanki, agar siz o'zingizga yoki oilangizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lib qolishni istamasangiz, hech qachon avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. Faol bo'ling. O'z huquqlaringizni biling va tegishli organlarga o'z vaqtida ariza bilan murojaat qiling. Bu sizning farovonligingiz va oilangizning kelajagi uchun muhim qadamdir. Endi esa sizdan kichik bir iltimos. Bu ma'lumotlar qanchalik muhim ekanligini hisobga olib, videoga like bosing. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men yoki kanalimizning boshqa mutaxassislari albatta ularga javob berishga harakat qilamiz. Shuningdek, bu videoni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Balki aynan sizning bu harakatingiz kimdirning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishiga sabab bo'lar. Va nihoyat, agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, toki kelgusida biz joylaydigan bunday muhim va foydali ma'lumotlarga ega videolarni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.